Assalomu alaykum Chorvador YouTube kanalining hurmatli obunachilari. Bugun biz sizlar bilan mana navbatdagi boqilayotgan buqalarni ko'rib o'tamiz. Jonivorlar olinganiga mana 40 kun bo'lgan, bularga esa 3 oy bo'lgan. Olinganda shu 200 kilo atrofida bo'lgan. Hozir vazni 300 kiloga borib bo'lmay shunaqa atrofida. Bular sementar gibrid porodalar mana. Ko'rishlaringiz mumkin. Jonivorlar keng, yaxshi oyoq qo'li baquvvat mollar. Shu Rossiyadan keltirilgan, Chorniy Altaydan deb olingan. Bular hali toza semental emas, semental gibrid. Semental gibrid mumkin, Angus gibrid bo'lishi ham mumkin, chunki tashqi gabarit ko'rinishlari, sifatlari Angusga o'xshaydi, belgilari. Chunki mana bo'yinli, orqalari ham 4 son, yelkalari yolligan, keng bo'za mana. Bularga hozirgi kunda nima beryapmiz? Mana silyoz, shakallar beramiz. Unga kunjara kepaydan qo'shib aralashtirib beramiz bu hammasiga. Jonivorlar yaxshi suyib yeydi buni yemini. Hozirgi kunda bular olinganiga 3 oy bo'ldi, aytib o'tdik yana bir qator. Bular yaxshi ketyapti, o'zgarishlari ham yaxshi. Shu yemni yeyapti. Hozir keyin orada bir sovuq kunlarda sazib pishirib berganmiz, atala qilib. Uni ham ancha foydasi bo'ldi bularga, ya'ni hali o'sishiga, rivojlanishiga yaxshi ta'sir oldi, chunki bo'lgan sovuq kunda hali issiq yem bo'lib. Bularni shunaqa qo'rada qo'yib yorib boqamiz jonivorlar. Qo'yib yorib, erkin o'sganiga ham yaxshi o'sishlari, xudo xolisa. Bunisi kichikroq, o'sha olingandan o'zi kichikroqda ajratib qo'yganmiz. Bunisi hali kalmik gibrid. Bu jonivor ham bunga 40 kun bo'ldi olinganiga. Bunga shu silyoz shakalda kunjara kepay beramiz. Kunjara kepayni biroz dadilroq beramiz bunga. Kepayga 1,5 kilo, kunjarasi shu 1 kilo borib bo'lmay shunaqa atrofida yeydi bir mahaliga. Silyozni shu 7 kilo shunaqa atrofi yeydi. Shakalda ham 1 kilocha, 2 kiloga borib bo'lmay qo'shamiz bunga. Hozir bu mol yaqinda kura yorib o'tdi. Hozir yaxshi o'zgaryapti, ko'p yemasin jonivor. Barakasini bersin. Bu ham olinganda 370 kilo, 380 kilo shunaqa atrofida edi. Endi lekin olinganda shu yashirib kelgan bular. Yashirdan rosa chiqqan payti kelgan, endi ozmoz asorati ham bo'lganda. Hozir shu tri vazni 460 kilo, 470 ham boraversa kerak. Jonivor yaxshi qo'shyapti hozir. Yemi ham yaxshi, ancha yaxshi yeb ochilib qoldi. Mana ko'rishlaringiz mumkin, yelkalari ham yolligan. Qo'llari, bo'yinlari, mana yelkalari sekin to'lyapti mana. Tulab mana hozirgi kunda. Buni ham shu qo'yib yorib, qo'rada qilib boqamiz. Jonivor bularga shu 2 mahal rejimda beramiz, ertalab kechki payt. Albatta suv beramiz. Shu yemini ancha dadil beramiz. Ashuni hisobiga albatta bermaymiz. O'zi holatiga qaraladi o'zi asli. Bular shu albatta unaqa nima qilmaydi. O'zi ozma yemidan ham qoladi. Ashlarni ham yeb albatta nima qiladi. Ko'rishlaringiz mumkin mana. Bunisi ham rosa yerga yaqin qo'pol bo'za. Yelkalari yolligan shuni ham. Orqalari ham keng, 4 burchak bo'zay. Bular ham o'z deyarli hammasini bo'ylari bir xil edi, ikkovi yaxshi o'sib ketdi. Bular nisbatan bularga bu hozir birinchi nimasida ertalab ham kechki payt ham birinchi silyoz beramiz, keyin shakallarni aralashtirib beramiz. Keyin ozgina kepay qo'shib, buni yeb bo'lgandan keyin orqasidan silyoz bilan somon aralashtirib beramiz. Bular silyoz bir 20 kilo atrofida yeyapti, o'pshi shu 4-5 oy bir mahaliga. Shakallar ham shu bir 5 kilo, 6 kilo yeydi. Endi somon ham endi 3-4 kilo yesa kerak. Endi somon lekin yengil narsa, yana bilmadim. Shunaqa nimada rejimda yeydi. Bu mollar shu 3 oy davomida har bittasi 700 mingdan yebdi, o'zimiz hisob kitob qildik.
qilsak shunaqadan yeyapti hozir. Yaxshi bular, lekin o'zini ko'rinib turishiga ancha qo'shilib ketdi. O 700 emas, 3-4 million. Endi bu yosh shunaqa o'sma molni shunisi yaxshi ekan. Ham yeydi, ham o'sib rivojlanish hisobiga hali yaxshi daromad olar ekan. Keyin yeyish nimasi oz bo'ladi, oz yeydi ekan, unaqa qimmat yem ham uncha yemaydi ekan. Oz arzon yem bilan ham bular o'sar ekan jonivorlar.